Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Yangi bir qatımda ochiq söhbət proqramımızı görüşünlərdən qızğın qarşı alamiz. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, bugün studiyamızda qimmatli bir mehmonimiz var. Bundan burun bir qancha qatim mehmonimiz bo'lgan. Nabijan Ala, ya'ni Shvetsiyada yashayotgan Uyg'ur ziyolisi, shunaqla axborotchi qarindoshimiz Nabijan Alani taklif qildi. Qimmatli vaqtdan chiqib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Men rahmat aytaman. Qadrli qarindoshlar, bugungi suhbatimizdagi ana mavzusi, ya'ni Xitoy tajovuzchilarining vatanimizdagi qonli qo'li bo'lgan bosh sekretarninki tuyuqsizlam almashtirilishi mavzusida bo'ladi. Nabijan hamda sizga ma'lum Xitoy vanglovchan bir necha yillar vatanda qonliq so'rab kelgandan keyin hatto Xitoyniki ta ishg'oldan buyon albatta hozirgacha mayli kim almasa almasin uninki vatanimizda elib bo'lgan bir-biridan vahshiy siyosatlari elib bo'lgan ijroatlari hamma xalqimizga ma'lum bir masaladir. 2009 yil Urumchi qirg'inchiligidan keyin vanglovchan ketib o'rniga bu Jiang Junshanni olib kelgandi. Bumi o'z vaqtida almashgan vaqtida xuddi xalqning ichida ba'zi bir yaxshi bir o'ylashlar, masalan, balki hamda biroz yeni ko'p qilishi mumkin, boshqa qattiq qo'lliq qilmasligi mumkin degandek ba'zi fikrlar shu vaqtida bo'tamdi. Xitoyning markazining xuddi markaz siyosati bilan Sharq Turkistondagi yerlik siyosatninki ijro qilinishida markaz xohlamagan ishni ijro qilganligi haqidagi chiqqan narsalardir. Ammo amaliyotda bu o'tgan 2009-yildan buyon toki bugungi kungacha elib berilgan ijroatlar hatto o'ziniki bu vanglovchandan o'tib aşağı darajada qonliq siyosatni yurgizib nurg'un qilmagan askarliklarni qilib keldimdi. Bugun qilib kelgan taqdirda yana Xitoyninki markazninki umidi, markazninki talablarini ijro qilmaganligi aniqamda tuyuqsiz almashtirib etilishi ham Xitoyning ichidagi o'ziniki Shi Jinping kelgandan keyin bu Jiang Zemin bu tozalab bir-birini qilayotgan ishlar ma'lum endi. Bu yangidan Tibetninki sekretari, Tibet sekretar bo'lib kelayotgan bu Chen Quanguo degan bu Xitoyni almashtirishidagi sabab sizcha nima? Buningki tarjimalik qarasaqmi hech bir alayda bir ish qilgan yo'q shakldagi bir maxluq bu. Sizcha Jiang Junshanning ketib buning kelishida Jiang Junshan bu yerda Sharq Turkistonda elib bo'lgan siyosatda ijroatlarda mag'lub bo'lganligi uchun elib etildimi? Mushaqdagi fikrlaringizni bir baqamiz. Rahmat, Abdullah, meni shu studiyangizga taklif qilib bu programmaga qatnashtirganlarga alayda rahmat aytaman. Endi bu Xitoylarning bu Sharq Turkistonda tajovuzchilik elib berayotgan vakillarini tuyuqsiz almashtirishi bu axborot vositalari biroz keng o'rin olgan bo'ldi. Buningga bizning Uyg'ur analizchilarimiz ve bazı Xitoyning analizchilari o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Buningga nisbatan men ham o'zimga qarta bir o'ylaganlarim, buningdan his qilganlarim bor. Buni o'rtoqlashsak bo'ladi. Buningda hamda Xitoyninki hammamiz bilamiz Sharq Turkistonga boshda Wang Zhendan tortib, keyin Wang Yimou, keyin biz bildigan uzoqroq to'g'anlardan Wang Lichuan, undan keyin Jiang Junshan, hozir bo'lsa Chen Quanguo'ni ekilib tayinlishi bu faqat bu Beijing Xitoy tajovuz hukumatining faqat Sharq Turkistondagi vakolatchisidan iborat. Ya'ni tajovuzchilikni ijro qiladigan, bu yerda zulmni shohid bo'ladigan va shu zulmni o'z qo'li bilan ilib boradigan bir jallidilar xolos-ku. Bu faqat buning qilayotgan ishlari, buning har bir so'z harakati, buning ijro qiladigan qilmishlarining hammasi faqat shu Beijing Xitoy markaziy hukumatidan buningga siyosat belgilandi, buni tarbiyalaydi, buni qandoq mengishni o'tirib qo'pishni, hattoki qandoq muomalada bo'lishda tatib buni o'rgatadi-ku. O'rgatgandan keyin bu shu artistlikni, shu rolni olib chiqadi deydi Sharq Turkistonda. Endi uningdan burun biz yaqinqi zamondagi bu 2009-5-yil voqeasidan keyin Wang Lichuanga nisbatan Xitoyning shu Sharq Turkiston turayotgan tajovuzchi puhralarimi buni o'qitib qopdi. Yani Wang Lichuanning
ba'zi bir siyosatlarni to'g'ri ijro qilolmaganligi, iqtidorsizligi, bugünkidek ahvolni keltirib chiqarganligidan norozi bo'lib, Xitoyning o'z puxralari ko'chaga chiqib, Wang Laochunni tushib ketsin deb namoyish qilgan bo'ldi. Demak, buning ta'sirida Beijing hukumati darhol siyosatini yumshoqlashtirish. Ya'ni bir xil u balki u yerdagi Sharq Turkiston xalqiga emas, balki o'zining shu yerda turayotgan Xitoy puxralariga nisbatan bir tangshashni, bular mo'tadillashtirishni ilib berishni o'yladi. Shuning bilan bu Zhang Chushanni tayinladi. Zhang Chushanni tayinlashdan oldin abiyamsiz deb o'tib ketganga o'xshash, voy Zhang Chushan degan bu naiti muloyim, naiti Wang Laochunga o'xshash qapqining bezi yo'q, naiti bir siptiroq simvollik bir inson ekanligini Xitoy o'zining tashviqoti orqali buni o'tirg'i chiqadi. Amaliyotda ko'rinishga uni ba'zi Xitoylar nima dedi, bu tulkiga o'xshaydi dedi. Tulki o'xshashlam, ya'ni u o'xshash bir yirtqich hayvon. U yaxshi o'zining eskiligini tulkining simvollik nimasidimi? Naiti qo'liq shumliq ichiga to'lgan bir hayvonning simvoli hamda. Unda bo'lgandan keyin bunimi qanday dedi deganda, mushundaq bir o'xshashlar Wang Laochunga o'xshash, ya'ni qo'liq shumligini Sharq Turkistonda ilib bordiganligini, faqat shakl jihatdan o'xshamaydiganligini, buningmi faqatlam shu biz deb ketgan o'xshash markaziy hukumatning, Xitoy markaziy hukumatining o'rinlashtirgan, ya'ni siyosatlar bilan buni ijro qildiganligi bu hammamizga ayon bo'ldi. Hamda Xitoy markaziy hukumatining maxsus Sharq Turkistonni muhokama qiladigan, Sharq Turkistonning siyosatlarini to'g'rilaydigan, Sharq Turkiston uchun 8-10 soat kunligiga boshqa turadigan bir danishmand deb qo'ymizmi? Mutaxassislar bo'ladi. U mutaxassislari kuniga Sharq Turkistondagi har bir ahvol, mayli davlatning Sharq Turkiston ichidagi xalqimizning psixik holati, uningdan keyingi vatan sirtidagi muhojiratga Uyg'ur tashkilotlarining ularga ko'rsatadigan ta'siri hamma jihatini bog'lab tahlil qiladigan bir necha bir ishxonasi bo'ladi-ku. Bularda anandiki bu markaziy hukumatiga aql ko'rsatadi. Bu aql ko'zlaganda biz ba'zi bir uchurlarimizda bizning ba'zi bir Uyg'ur munofiqlarining bu nimga qatnashadiganligi, bu komitetga a'zo bo'lib, ularning taklif bilan ba'zi bir siyosat belgilangan vaqtida ularning taklifini oladiganligi, to'g'riliq ba'zi bir uchurlarga erishgan bo'ldik degan. Demak, nima deganda Xitoy bizning siyosatimizni belgilashda, bizga qanday zulmni ishlab chiqarishda, qanday odamni belgilab nima deyib, nima qo'yishda hammani tartibli o'rlashtirdi, oldin planlaydi degan. Planlab, bular BBC degandek planlar bo'ladi. Masalan, Zhang Chushan qamlashmasa, chatta Chunchangoni almashtira oladi. Chunchangoni qamlashmasa, yana Wangni, yana boshqa Zhangni eklib o'rlashtira oladi. Faqat bu yerdagi Wang, Zhang deganlarning hammasi nima degani peshga Xitoy uchun. Xitoyning faqat u yoqqa qo'yib qo'ygan bir vakili xolos. Uningki bir aql parasti va yoki ularning bir iqtidori u yerda hech qanday narsa asqatmaydi. Faqat Xitoyning ashadagi markaziy hukumatining ashadagi uning Xitoy nimasiga ko'z yumadi u yerdagi vakillar deganda u yerda bulantilan qirishiga, o'zining yanchiqini tomlashiga, da ba'zi bir imtiyozga egishtirishiga uning ko'z yumadi. Ya'ni ba'zi bir odamlarni o'ziga yaramli ish qila oladigan ba'zi bir odamlarni tanlashi uchun ruxsat berildi degan. Faqat imtiyozi shu bo'lalaydi. Ammo u yerdagi siyosatni, u yerdagi qandaq bostirishni yo yumshoq qo'lliq qilishni Xitoy deb berdi. Markaziy hukumatda ularning oqi turibchi kuchli bir destek so'z. Biz ba'zining keyinida sen nima qilsang bo'ladi degan huquqni bergachga, andan keyin Zhang Chushanning aqolasidagi paskilarga tushagachga shu qizil chiroqdan o'tgan Abdulbasitdek adam bolalarimizni itib o'ldirib talaydi. Bir ketmen tutgan Uyg'urni etib o'ldirib talaydi naq maydonda. Buningdagi kelgan jasorat nima deganda, shu Xitoyning markaziy hukumatidan kelgan buyruq bilan bo'lgan jasorat bu. Agar unda bo'lmasa, u hargiz qilolmaydi. Askar degan qanday bo'ladi? Buyruqqa bo'ysunadi degan gap. Buyruqqa bo'ysunadi, buyruq bilan vazifani ijro qiladi degan gap. Ammo buldiki 2013, 2014, 2015 yilda ko'rdik. Sharq Turkiston vaziyatida qanday kelganning oldiga chiqqanning uning surishtirma, hattoki yarlandirib putiga yoki boshqa yerlarga etib o'ltamay qilish emas, faqatlamchi qanda dal joyida etib o'ltirish. Hattoki bir pay o'q bilan emas, necha 100 pay o'q bilan
bir adamni shunda o'qitganlik ahvolini anglab turdik. Demak nima deganda, bo'ladiki bu jasorat nerdan keldi deganda, bu yerdagi eng to'shqin narsa Xitoy tajovuzchilarining markaziy hukumatining belgilab bergan siyosati, ulug' qo'yib bergan shart bilan bo'lgan narsa bu. Shunga bo'ladiki jasorat, bo'ladiki ijro qilish, buninglikdan bo'ladi deb o'ylayman. Andan keyin endi hozirgi Chungchanggo keldi deydi. Chungchanggo kelgandan keyin Chungchanggoning bu tuyuqsiz almashtirish edishida endi ba'zi bu chet eldagi Xitoy analizining deganida bu o'tgan yilda chiqqan Zhang Chunshanningki Jiang Zemin guruhining adam ekanligi, buning uning bilan bir nimasi borligi, butunining borligi, shunlashqa bu Xi Jinping budaqi bu yo'lboshlarni Xitoyning qog'oz yo'lboshlarini bitirib qilishda buningmi tegish qilganligi, shuning uchun buni ep tashlaydigan to'g'riq o'tgan yillar biz buning 69'lik bir xabar yozgan ismdi bu. Ama buningki universitet vaqtli to'xtatib qo'yildi. To'xtatib qo'yilishda ba'zi bir Xitoyning o'zininki hozir Xi Jinpingning Xitoy davlatiga ilib berayotgani faqat degan nima deganda o'zining huquqini kuchlantirish. O'zining kuchini kuchlantirish tariqasida ilib berayotgan bir parxorlarni tozalash shaklida ilib berayotgan bir siyosiy harakati buning. Bu hareketi deganda o'ziga qarshi bo'lgan, o'ziga tarafini olmagan, ashunday bir kichkina bir nimasi bo'lganligining hammasini jazolab ularninkini yo'q qilish maqsadida ilib berayotgan bir siyosiy harakati. Buning da belki bir vaqtlik bir ya Zhang Chunshannning pozitsiyasini tutgan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa muvofiq odamning Xi Jinping ishonch qilg'idek bir insonning vaqtida chiqmasligidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bu yerga tang darajalik, ya'ni Zhang Chunshan bilan o'xshash bir o'lkaning sekretari bo'layotgan, Tibetning sekretarlik vazifasini o'tayotgan bir Xitoyning Zhang Chunshanning o'rniga ekilishi, xaslan buning bilan emas. Uni Tibetdan yutkib o'tishi, Tibet, Sharq Turkiston, Ichki Mo'ng'ul degan bu Xitoyning ishg'ol ostidagi rayonlarning 3 rayonning birisi. 3 rayon bo'lgandan keyin bu yerdagi 3 rayondagi uchli sekretarning almashtirilishi o'zaro bo'lsa-mu, bu nima deganda Xitoyning bu ishg'ol ostidagi rayonlarga boshqa xil shaklda bir tangshash ilib berishining va yoki siyosatini boshqa bir nima shaklda o'zgartirishning bir boshlanishi bo'lishi mumkin. Bu yerdagi uning bilan o'zgartish bilan yana zulm to'xtab qolmaydi. Sharq Turkistonda bo'lsin, mayli Tibetda bo'lsin, mayli Ichki Mo'ng'ul bo'lsin. Kap o'g'uchilar chiqarganlik, ochgan yig'inlar qarasangiz nihoyatda qattiq qo'lligi bilinib turdi masalan. Uningda debdi aynan Chungchanggoning Sharq Turkistonda abadiy amallikni ishga oshirish ta'kidlandi dedi. Birinchi qitimli yig'inda abadiy amallik degan sen mangu beshig'ini ko'tarolmaysan degan gap endi. Bu abadiy amallikni ilmiy shaklda aytgan bu gapni ta'tirsiga aylantirsak, sen Uyg'ur Sharq Turkistonni mangu beshig'ini ko'tarolmaysan, Sharq Turkistonni mangu biz ishg'ol etamiz, bizning tajovuzimiz mangulik bo'ladi degan gap bo'ldi-ku bu. Endi buning qarta biz Chungchanggoning bu mushning gibidilan siyosatning yana qanday ilib berilganligini faraz qila olamiz degan gap. Sharq Turkistonda bo'lgan siyosati yana bo'shashmaydi, balki buningdan qattiq bo'lishi mumkin. Texmi nurg'un tutqun qilinishlar bo'lishi mumkin, zarba uchrashlar bo'lishi mumkin, hattoki mayli siyosiy jihatdan emas, balki iqtisodiy jihatdan ba'zi boylarimiz, ba'zi pul egilleri, masalan Xitoy paras bo'lganlar bo'lsa-mu, ularning manfaati to'salg'i uchrashi mumkin. Chunki Xitoy butun Uyg'urning hammani nima deb bo'ldi deganda dushman qilib qor tizimiga kirgizib bo'ldi. Faqat Uyg'urning o'zlam tushunmaylikchi uni. U yerda Uyg'ur menga tegish qilmadi, masalan ba'zilar kadrlar. Masalan Xitoy bilan ap o'tganlicha men bilan menga nima qilmaydi, chunki men buning diginiga qilyapman, men buning qarshi chiqmadim dedi. Ammo chiroy turqi o'xshashmagan, madaniyati o'xshashmagan, o'zining kelib chiqishi o'xshashmagan bir millatga nisbatan Xitoycha buni aniqlam dushman, aniqlam bizga hamon bir kuni bu yana yangidan bizga qarshi chiqadi degan nuqtai nazarda bu tam o'rilib bo'ldi. Faqat ashadagi ba'zi Uyg'urlar faqat shuni his qilolmaganlar xolos-ku. His qilganlarimiz mushta bizda so'zlaymiz, his qilolmaganlar uchun ay bu ishni bo'lmaydi, bu o'tib ketadi. Ay bu hozirgi ma'noning ishi. Ay mushu qurol ko'tarmagan bo'lsa, Xitoy menda bostirmaydi dedi. Xitoy nima uchun ma'ni qurol ko'tarishga, nima uchun buning
dinini depsendi qilishgan nima uchun Xitoy siyosatini yurgizdi deganni hech kim aşı degan vatqanlar taklif qilmaydi degan gap. O'ylanmaydi degan gap. Shuning uchun Xitoyning mencha bu nimisini Zhang Junshan qatorliq bu vakillarni almashtirish bilan Sharq Turkistonda zulm to'xtab qolmaydi. Sharq Turkistonda zulmni ep kelayotganlar Zhang Junshan emas, Chunchuango emas, faqat markaziy hukumatı, faqat Chunchuango va Zhang Junshanlar bu zulmni ijro qiluvchilar xolos. Aldagi vakili, aldiga chiqqan vakil ham xolos shu. Ama bunun bilan biz bunun Wang Luochuan'ga qarab uni zalim demaymiz. Wang Luochuan mı zalim? Wang Luochuan'ın kendiki Beijing tajavuz hükümeti mi merkezi hükümeti zalim deymiz. Bu zalimlik noktasını çok eniq tunuşumuz gerek. Zalimni yurgizayotgan, zalimlikni planlayotgan, mush zulmni ijro qilayotgan, ijro qilg'izayotganning çok hammasi çok o'xshash çok tajavuzchi deb, uni çok düşman deb çok eniq tushunishimiz gerek deb o'ylayman. Ama sizga şu bu Chunchuango'ning nimasiga tarjimani qarab baqsaq, masalan Tibetda qilgan eng vahshiy ishlarning birisi hamda alohida ko'zga keladigan shu Mao'ningki yoki uning shu suratlarini, butlarini butxonlarga shu Tibetdagi o'zi hukm surgizgan idora organ hammaga shuni osqizib, uning keyin u kelgan vaqtida Xitoy bilan Tibetliklarningki to'y qilish nisbati ozgan. Buni alohida kuchaytirib, shu oxirgi yilda 4700 jup to'y qilgan statistikani chiqarib qo'yibdi xabarga qarasam. Buni bilan biroz tunilgan kamda. Xitoyningki bu Tibetda buni ijro qila olgan bilan bundaq bir ishlarni bu yer bir dinsiz nima bo'lmasa Tibetlarni boshqa bir dinga e'tiqod qilgan. Buni mesela Sharq Turkistondagi bir rayonda Xitoyniki hozirmi tashviqotlarda u narsa kuchaytirib elib berilayotgan yillar bo'lib ketdi. Masalan, bundaqlarga alohida bolalarga haqsiz ish xizmat munosib berdiganlik to'g'riliq Xitoyniki axborotlarda shunday ishga millatdan to'y qilganlarniki. Bundaq bir ishninki Sharq Turkistondami bu Tibetniki bu sekretar biya kelgandekinmi kuchaytirib elib berilish ehtimolligi bormi? Bu yerda Sharq Turkistonda ijro qila olamdi bundaq bir narsani Uyg'ur xalqining orasida. Buningga degan vaqtimizda hamda bu savolingizga kirishdan burun siz yaxshi bir narsani eslatib o'tdingiz. Ham Chunchuango'ningki bu Tibetda qanday xizmatlarni ko'rsatgani, bu xizmatlarni Chunchuango'ningki bu xizmatlar natijasi bilan bu Sharq Turkistonga tuyuqsiz yetkazib ekilishi, balkim siz degandek Zhang Junshanning mesela məşqlərə bayraq asqızış, anandakı bayraqni hər bir ailənin işinin aldığı bir esiş, anandakı şu bayraq çıxırış fəaliyyətlərinə dini zatlardan tatib, bütün umumi xan qanmagan iş qılıb, iş kim qanmay ekilib onunğa hürmət bildirgüzüş məcburən. Muş qatarlıq şəkillərdə bunu Zhang Junshan normal şəkildə bir başlayan bolsa, əmdə Mayada bəzi bir siz sallıq məlumat verdiniz. Tövmən 100 adamni to'y qilish natijasiga erishgan o'xshashmagan millatni. Anandan keyin bəzi bir mesela rasmlarni butlarni, mavzularning rasmlarini butxonlarga ostirishda g'albilik rol o'ynagan bu Chunchuango'ni Sharq Turkistonga akilib mushu qilgan natijalarini bu yerda amillashtirishga o'ylashgan o'xshaydi. Endi buni icra qila olamdi degan vaqtida balkim qisman darajada icra qilishi mumkin. Chunki xalqimizning ma'lum qismlari majburan bo'lsin yoki bo'lmasa har xil shaklda masalan bir anglab turdik xabarlarda Sharq Turkistonda hozir ichayotgan 100 kunlik madaniyat faoliyati bor. Bu medeniyet faaliyetinde şu medeniyet faaliyeti katlaşmağanlığa cerimani kuruş ve onların siyasi cihetten zaten kemçiliğini badep ulağı ceza kolunuş, elki mahalledeki materyal ambarı deydiken, mahalledeki tutkan solah hallarını materyal ambarıga solap durup şu yerde bulanın ideyisini özgerttiğimiz diyen bağını bilen bir yerde yüzünün pulgu yatkızıp, yüzünün yotkundu yatkızıp, nima deganda mishada bir 15-20 kun hattoki necha oygacha tutib turib bu yerda bir siyosiy uyg'unish qildirish qatorliq ishlarga majburlanganligi
Bunun bilan xalqimiz buningdan to'xtab tura. Mushuning yig'iniga bir majburan bo'lsin, bir qatnashish qatorliq bu ishlarga mecburlanayotgan vaqtning o'zida ba'zi kishilarimiz mecburi holatda balkim nima qilishi mumkin, ba'zi bir rasmlarni nimaga akirsimi bir ishki masjid ko'ydadik bayroqni, ammo yana boshqa masjidlarda shu qanday deganda qatga o'tkazib turayverdi. Endi xalqimiz arka tarafda bir nima kuch yo'q. Kiladigan, o'ziga beradigan bir kuch yo'q. Faqatlam Allohning bergan o'sha iymoniy kuchi bilan, iymoniga tayanib Xitoy bilan qarshilashib berayotgan bir xalq. Unda bo'lgandan keyin bu xalqimiz qandaqlik bo'lmasin, har jihatda zarba uchraqliq. Masalan, ma'lumotlarga turmalarga to'shab ketiglik, yana shundaqdimi, masalan, har bir Uyg'urninki Sharq Turkistonda umuman 3 oilada birisining ya tuqqini turmada ekanligi hammamizga oshkora bo'layotdi. Bu jihatga bundaq bir zulm ichida turayotgan bir xalq balkim keyniga chekinib biroz sukut turishi mumkin bir qismlari. Hamda yana bir qismlari aniq qarshi chiqishi mumkin. Bu qarshi chiqish aniq bo'ladi. Hamda eng oxirgi natija kelganda Xitoy g'alaba qila olamdi deganga kelsak, g'alaba qila olmaydi. Chunki g'alaba qila olmaslikda xalqimiz yani qandaqdir o'zini buningga qarshi ideyasida bir aniq nima bor. Hamda Xitoy bilan Xitoyning aniq kofirligini, qora kofirligini xalqimiz aniq bilgulik. Yana birisiga Xitoyning tajovuz ekanligini bilgulik. Hamda buning bilan ba'zi bir imtiyoz, ba'zi imoni ojiz, ba'zi kishilar bir to'y qilib qolishi mumkin, ya Xitoyni ap qilishi mumkin, ya Xitoyga tegib qilishi mumkin. Buning bilan tariqasida yanalam xalqimiz buni qandaq jazolaydi deganda, shundaq to'y qilganini arg'anmaydigan, ularning bilan berishkilish qilmaydigan, ularning o'limiga qatnashmaydigan, nazarchiroq qilib qolsa, uyda to'y-to'ykim bo'lib qatnashmaydigan, mushundaq shakllar orqali jazolab bularni adabini berib keladi. Hem keladi. Bizim kichik vaqtimizda mayaldaşdan biraz Xitoy bilan to'qidi, "O, Xitoy bilan nima qilib qopti" deb, oshinaga bo'lganlik bir salbiy qaraydigan, uni cherki qoqadigan, hattoki uning ballarının mı uydan chiqqan narsani yemaydigan mushina qilibdi. Ballarini aramay, ballarının mı ata-onasining bu ishda xato qilganligini-chi. Voy, men cho'shqa go'sht yemayman, onam yemaydi, dadam yemaydi, voy biz degan uyg'urlashibdi, shu narsalarga o'xshash tomoq yeymiz degan taqdirimchi, biz uni e'tirof qilmoqlikchi, e'tirof qilmay qarshi turibdi. Demak, mushina usullar orqali-chi xalqimiz yana qo'g'dinibchi, bunda narsalarga nisbatan-chi qarshilik bildiraydi. Qarshilik bildirgandan keyin-chi, bizning nimamizning musulmon ekanligi Elmisaqdan tatib İslam diniga e'tiqod qilganlar bir sappi musulmon xalqdan ekanligimizningki Xitoyning gerçi o iymon etdim, voy men musulmon bo'ldim degan vaqtidimchi, uning bizning chiroy turqimiz, o'rib odatimiz o'xshamaslik sababidanchi. Buning bilan bir uyga bir to'y qilish nimasiga umumlashib ketilmaydiganligidek. Bir az sondagi bir tipik şekilde bir 5-10 yoki 50-60 yasab chiqishi mumkin Xitoy mecburen şekilde teşvik qilishi mumkin ama bunun Sharq Turkistonda bozor topolmaydiganligi, bu planning ishga osholmaydiganligi ishonchimiz bor deb qarayman. To'g'ri yaxshi ish badans. Ahvol yani Sharq Turkistondagi vatanimizdagi ahvollar shundoq kun sari odamning haqiqatan qalbini rahatsız qildigan shaklda shunday taraqqiy qilib ketyapti deb ba'zi. Men tunugun chet eldagi bizning ahvolimizni qarasak, bu vatandagi zulm bo'layotgan ishlarga nisbatan tunugun Tulqun Isoniki dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiy komiteti raisi Germaniyadan qaytqicha Facebookda o'zining bir ta'sirotlarini balki o'qigansiz balki bizga mustaqillik yiroqlab ketyapti deb o'zining aktivitlarning yaqinda hozir bir cho'ng bir namoyish va kelmasam BTTning oldida. Bu yerdagi yig'inga qatnashish jarayonida u yerdagi ko'rgan ko'rinishlar bilan Uyg'ur xalqini o'z selishtirib, nihoyat qattiq azoblanganligini, kechish uyqusi kelmaganligini yozib qo'yibdi. Men boshdan oxir o'qib, nihoyat to'g'ri analiz qilibsiz deb inkos yozib qo'ydim. Ya'ni ahvolga qarasak, Tibetliklarningki tortayotgan nemisimi, Tibetliklarningki ahvolimi bizden ig'ir emas ularniki, nemisam herhalde
chet eldagi kuchlarimi masalan shu Tibetni yezib qo'ygan emasda Tibetniki Tibet deydigan yani ko'rib bakmagan şu yaşları olsun, 70-80 yaşlık momayları olsun, bu davasıga, bu şeriklik bo'lgan qizg'inligi, jushqunligi, aktivchanligini ko'rib, o'zininki hozir shu necha bir haftadan buyon shu kishilarni Yevropada yashayotgan hozir 10 mingdek Uyg'ur bor deydi mesela Yevropadan yerda. Shu yillardan buyon shularning hammasi shu vatanimizda tortayotgan shu Xitoyning zulmini tortib öldürülgen, türmeye solangan şu kişilerin namını setip yaşayatıdım derken. Şunda yaşayatımız biz. Siz birer küllük biz hem adamı telefon kılıp gittik. Hazır kaçı bir 100 adam biz telefon kılıp namayiş katnışımız Xitay'a karşı boğan bu işe. Diğerine tekçe hazır kaçı elan kılgını yok. Ya ki bulması birisi maminin bir baş koyacağım pulunda belgeni yok. Bu şimdi ahvalda turvatımız biz. Dep özünün bir hasretini bildirip demdi. Siz Avrupa'da uzun men turvatsız, körvatsız. Bu xalqninki ham erkin dünyadamı yani şundaq nəhayət bir xan tushkun şəkildə bir yerga bir kuch bo'lib shakllanmasligi. Millatim haqiqatan tunugi ishni o'ylasammi? Mayli Turkiyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, necha 10 ming kishilar keldi. Bir bo'lib bir ovoz chiqarib, bir yerda bir ish qilib namoyish qilsa, uning haqiqatan zo'r ta'sir oldi Xitoyga nisbatan. Bu ishlarniki mayli Turkiyada, mayli Yevropada shunda bo'lmasligi, xalqning bir yerga kelmasligi, shuncha bola zulmni anglab turdi, vatanda bilmagan, vatandagi xalqimiz boshqa shahardagi bo'layotgan ishlarni bilmagandim, chet elda bilib turdim shu narsani. Yana shu xalqqa nisbatan bir xil uning bir xil hissiyot uyg'onmasligi, yana shu o'zining jini bilan bo'lishi uyg'onligi. Bu davaniki sizcha na taraf qarab ketyapti, bir umid bormi chet elda masalan? Siz qanaqa qaraysiz bu ishlarga? Bu savolingiz nəhayət yaxşı oldu. Mən o tünügün Dolqun İsa Efendim'in o yazgan yazmasını İngilizce, Latince yazıp diken, mən onu Uygurcalaştırıp ne qilib yolladım. Onu yollab nima qildim? Chunki hamda Latinchani men o'zim yaxshi o'qiy olmayman. Endi Uyg'ur koni yozishimizda boshqa men shu koni yozishni o'qiyman. Facebook'dagi boshqa qarindoshlarimiz yaxshiroq foydalansin. Buningdagi bir yo'ritib berayotgan, davatgan bu amaliy reallikni bir tushunsin. Buning uchun bir tafakkur qilsin. Dedik. Hamda menmi 7 yıl oldu Şivsiyada, Avrupa'nın Şivsiya devletinde yaşayatıma. Bir yerde bizim şu aşağıdaki Uygur Mağrib uyuşması teşkilatı a'zo olup bağlandığını tatip şu teşkilattaki qarindoshlarimiz bilan bir set tutup hizmet qilib keldik. Qilyapmiz inşallah. Demek nima şu jarayonda nurg'un namoyishlar qatnashdik. Nurg'un chaqiriqlar bo'ldi, nurg'un jiddiy ishlar bo'ldi. Mesela nurg'un Xitoyning rahbarlari ziyoratga kelgan bo'ldi. Shu vaqtda ciddi hammamiz ishni tashlab tuyuqsiz chiqadigan ishlar bo'ldi. Mesela uning kelishini biz oldin bilmaganlikdan. Mushundaq nimaligida bu nayta xalqimizning nayta sonimizga qaraganda nayta bir pasif darajada muomala qilishi. Abiyam siz deb ketgandek o'sha bizmi siyosatpanolik tildik. Yevropada 98% adam siyosatpanolik tilaydi. 2% adam öyle bir aşağıdakilerle öyle uçak buluş şeklinde berip qolgan bo'lsa-mu, ammo 98% adam çoğu siyosatpanolik tilaydi degan gap Sharq Turkistondagi zulmni anglatish. Sharq Turkistondagi shiyit bo'lib ketgan qarindoshlarimizni çoğu şunun namını setiş bilen çoğu. Şuna endi men menbaatim deymiz. Ya şu bilen bilir kamera biz türmede yatqandım deymiz. Degenge o'xshash çoğu şunun nimesini setip nam şökürtüne şu yerda palanımız emdi. Emdi şu devlet bizge panalık bergenden keyin emdi bizden Şivsiyada 4 yıldan keyin iltimasımız vatandaşlıkka bir yıl tekşürüdü. Nimesi resmiyeti var. Onun 5. yılda vatandaşlıkı berdi. Vatandaşlıkni bergichi araliqda çoğu degende emdi köpünçü qarindoshlar nayt emdi şu aşağıda turuşluq nimesini aylavağacha endi reallik ahval bu aldığımızda köygen, körligen zaten o Şivsiyada tuğan vaqtimda men nurg'un maqolalarni yozdik. Her bir namoyish chiqishning oldida xalqimizni shu namoyishga da'vat qilib namoyishning muhimligini, namoyishninki bizning nima uchun bu yerga chiqqanligimizni nayt kesib 2 soat vaqtimiz ketdi u yerga. Yerim kunmi kesmi deyli, kessin.
shu yerga ketadi deb shu maqsadga chiqqandan keyin shu maqsadda panolangandan keyin biz shu azroq bir yerim kunimizni yilda bir ikki qatimcha bedel to'lashni bilishimiz kerak. Hamda xalqimiz nima deganda bedel to'lashning nima ekanligini bilmaydi ekan deyman. Bilmaydi ekan, yana birisiga psixologik jihatda ojizlik bor ekan bizda. Yana bir jihatda bizda ruhiy qo'rqinchlikchi. Qo'rqinch virusi deb bir maqolam yozdim. Uningda shuni ta'kidlaganimda qo'rqinch virusi. Bu nima deganda, voy biz mani qilsam, mening ota-onam anda qilib dedi, manda qilib dedi. Men namoyish qatnashsam, onam bergan sutiga rozi bo'lmadi. Men yerda panalansam, panalagan chaqda onasi hech nima demagan uningcha. Sutiga rozi edi. Panalanib bo'lgandan keyin siyosiy tashkilotning yanında bo'lsa, faoliyatga qatnashsa, onasi bilan dadasi ustilarga rozi bo'lmay, ashuna deganlar oldicha oldimizda. Hamda u yerga chiqib shu men deb ketgan siyosiy panolikdan boshqa yo'l yo'q. Siyosiy panolik tilidoq namoyishlarga tilishdan burun namoyishga chiqamiz. Rasmga tushish uchun, bayroqning endi rasmga tushish uchun. Ana keyin mandaq bir nopuzliq siyosatchilarimiz kelsa, uning yenda turib rasmga tushilish uchun. Hamda nima deganda yana bir narsa panolik ayada vatandagi siyosiy nimasi bir taroziga to'xtamasa, shu yerga chiqqan davlatdagi qilgan qilmishlari tufaylidan u ketib qolsa jazolangan to'g'riliq mandaq bir advokatlari nima ishlaydi-ku. Unda ishlagandan keyin u cho'qim bayroqning rasmi tushish kerak. Cho'qimcha namoyish bo'lsa, qachon namoyish qilamiz, nima uchun namoyish qilamiz, tashkilotlar nima uchun namoyish uyushtirmaysizlar deb vaqiraydi-ku. Nimasi chiqqicha. U chiqib bo'lgandan keyin anandan keyin voy yo'q, abamqidek onam rozi bo'lmaydi, dadamni tutib akirib ketibdi, so'roq qilibdi. Mishdan meni sal shuktu dedi, dadam bevositadan telefonida biz bundan bir ansiraymiz deydi endi. O vaqtida u nimasi chiqqicha dadasini hech qanday dam tutmagan uningki, shu vaqtda rasmga tushgan, biz to'rbetlarimizga chiqargan o rasmni-ku, advokatlarimiz qanday qilgan desa, sudga shu rasmni qo'ygan. Ma balaman nima qildi, faoliyat qilyapti-da, miyada degandek-ku. Ammo unda bo'lgandan keyin u nima qilib oliblam, anandan keyin-ku deganda shapida nimadan da'vodan qochishchu. Endi ish tugagandan keyin-lamchu. Endi nima deganda bu yerdalikqa shaxsiyatchilikmi bu? Shaxsiyatchilikmi? Endi shunday qilish bizning vijdonimizga, iymonimizga, masalan, musulmonlik da'vosi qilayotgan bizlarning shu iymonimizga to'g'ri kelamdi, shunday qechishchu. Xo'sh. Endi u yerda bizningki u yerga chiqishimiz faqatlam shu Sharq Turkistondagi xalqning ovozini anglatish, shu zulmni anglatish, namoyish qilishchu, u yerda manchilik adam soni bilan, nimasi bilan, ko'limi bilan bo'ladi o ishning natijasimi? Shunami ya? Bir adam qismi o'zining qarshiligini bildirdi, ammo ba'zi bir siyosiy jihatdagi ishlarda, cho'qim ba'zi bir cho'ng so'rinlarda cho'ngroq adam, jiqroq odamcha berishga to'g'ri keladi. Bu janvada bo'lgan bu namoyishning nihoyat muhimligini deb ketdi, xabarlarda, Facebooklarda ko'ryapmiz. Endi bundaq bir muhim yig'inga da'vat qilingandan keyin sharoitimiz shu Yevropada bo'lganlar, masalan, Shveysariya degan bir jiroqya emas u. Onun şu aşağı abduzu orlaştırıp durdu teşkilatlarca. Şunun pulumuz olsun, pul bersek olurdu. Babamız çıkıp bir yerim ki bir gün vaktimizni ya hizmetimizi taşıyıp etsek, herkes o nimbulap kalmaydı. İşten çıkarıp etmeydi. O yerde bir günlük ağırlıkta bir günden 5 gün geçen nimi kısa bulurdu. Deması olurdu. Mesela ağırıp kaldım deyip koyup, isparap kösetmeyim o. Demağılı olurdu bizden devletimizde. Fakat bir günlük pulunu tutup kalırdı. 4 gün geçiyor, maaşını toluk veriyordu. Manda ya o. En unçilik imtiyazdan faydalanış gerekçe o. Mesela işlavat kalınınki. İtivet neydi ona? Mesela biri bana dese ya bu mesela bir $100 ziyan buldu yan çıkığa ya $200. Bu şundan çidişimiz gerekçe biz. Şu çidiyalığında bedel degen şu iktisat bilen, şu vaktimiz bilen ço buludu. Hem de iktisat bilen vaktini bedel kılanmayan insan ço vatan bir uruş qildim. Voy, men shu Xitoy bilan 100 kilolayman. Ahu degan hammasini gap cho, quruq gap bo'lib qoladi. U kemmay turib, nisi to'ylab o'ziga, var vaqirgan bilan, vaqtini pidokorlik ko'rsatmagan o'g'avlar, iqtisod $100 beramagan o'g'avlar. Mertni naq maydonda sinadi deymiz, bizning bir gaplarimiz bor, maqol tamsillarimiz. Shunga o'xshash. Demak, nima deganda, xalqimizdagi cho deganda bir qo'rqinchlik. Mush ishimni ashaq berib rasmga chiqib qolsam,
Xitoy bizning uydagilarni avara qiladi. Voy avara qiladi. Siz aşağıda yaşayotganlik uchun avara qiladi. Hozir butun Yevropa mayli chet elliklarning hammasining Uyg'urlarni shu mayliga tushirib etdik. Aile komitlarga tushirib etdi, maldiki saqchiqonlarga tushirib etdi. Shulcho bag'alni necha qitim kunda chaqirib akilib suhbat o'tkazayotdi, nima ko'rding, nima deding deb da'vatidi. Uning sizmi bo'layotdi. Uning sizmi bo'layotdi, ammo haliqi yüzüge bana ko'rsatishuncha deganda aniq nima qilsam manda olib ketadi degandicho yüzüge qo'rqinchlik bir tam qo'pirabcho o'tanmayotdi insonlarcho. Bu xatarlik. Bu xatarlik narsa. Masalan, bombaga ish o'tiqa. Masalan, u Xitoyning zulmi bo'lganlik haqiqat reallik. Ammo ishdan keyin qanday bo'lgan narsa u bo'lmaydigan narsaga qo'pabcho qo'rqinch. Meni manda qilib bersam, anda olib ketadi. Dadamni etibdi, onamni etibdi. Ya şu bedenini tüyleyelisekço, anan dingiço bedeninin müstakilliği kolumuzga keladi. Eğer biz bu namoyishga chiqolmasakço, umumyuzlik bu vatan shaxsan bir tashkilotdagi 7-8 odamning vatani emas. Bu vatan qandaqdir shu butun dunyodagi harakat qilayotgan, faoliyat qilayotganning vatani emas. Butun shu 35 millioncho Uyg'urning vatani. Men oldin qatimliq suhbatimizda dedimcho, biz Sharq Turkistondagi shu yashayotgan mayli vatan ishchi sirtidagilar olsun, o'zimizning imkoniyatiga yarasha doktorlik muhiti bilan, ya'ni imtiyoz va imkonlar bilan Sharq Turkiston uchun xizmat qilish kerak. Siyosatchi shu siyosatlik atrofida qilish kerak. Doktorchi doktorlik doirasi uchun qilish kerak. Hamma inson, hamma kasb ahlichi o'zining doirasida bu uchun kuch chiqarish kerak. Vaqt chiqaradigan vaqt chiqarsin. Şu doktorga vaqt chiqarish ketadi vatan uchun fidokorlikqa. Oyadagi ishlamchi vaqtlik oshxona ishlayotgan mulozimchi bo'lsin, eng tuvan deb qo'ysak. Uningcha shu 5 kunlik demilish bo'ladi, haftada ya oyda bir qatimcha. Shu vaqtini qaysi vaqtimning qaysi qismini vatanimning ishlar uchun sarf qilaman. Qaysi iqtisodimning qanchalik qismini vatanimning uchun xizmat qilaman, qildirma deydigancha bir narsa yetildirishimiz kerak. Agar bu narsa yetilmaydi ekan, Sharq Turkistonning ozod bo'lishicha keyingi surildi xolos. Ammo bu Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi muqarrar Alloh xolisa. Ammo shu Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishiga bizning hassimiz qo'shildi, bu tarozida o'lchiladigan narsa bu. Shu ishga men qo'sha oldimmi, qo'shamadimmi? Mening hayotimda men Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun nima qila oldim? Vaqtimni ajrata oldimmi? Pulimni ajrata oldimmi? Jinimni ajrata oldimmi? Nimamni ajrata oldim? Buni Allohning oldiga qo'yganda berilgan hisob bu. Mushuni aniqlashib olsak, inshaalloh, yerdagi ro'y qo'nchiqlik yo'qolib ketadi. Bizning psixologiyamiz buzilgan yeri eslik keladi. Shu o'zimizni tanishib turib, men nima qilyapman? Sharq Turkiston uchun nima ish qilib beryapman men? Oy qo'liga qurol ilib mujohidlar oldingi safda kurash qilyotganlarmi? Shunda kurashni qilish kerak, imkoniyat yarberganlar. Yoza oladiganlar yezish kerak. Xitoyni tillay oladiganlar cho'qim tillash kerak. Anadan keyin ma tashviqot ishlarini qilayotgan qarindoshlarimizni oldingi safdan prinsipida Xitoy bilan yuz-yuz ko'rishayotgan bu tashviqotning ishi. Shunga Istiqlol televiziyasi hujum uchraydi, to'rbetlar hujum uchraydi, nima deganda Xitoy bilan yuz turani ko'rishayotgan oldingi safdagi birinchi nima saf bu tashviqot maydoni. Bizni-cho Xitoy ko'ramdimi programmani yo'lg'andan keyin albatta ko'rdi. Sharq Turkistonning xalqimizning avvalcho Xitoyning soqchilari, Xitoyning-cho siyosiy analizchilari bizni tahlil qildiganlar-cho bizni-cho bu yerdan ko'rdi. Ko'rib, bu manda narsaga qilyapti, buni qanday anda olamiz deganda buni qiladi. Ular-cho bizga qarshi harakat qiladi, biz-cho unga qarshi harakat qilamiz. Bu mana biz hozir yuz ko'rishayotgan oldingi saf. Mushu biz hozir uchur vasitlar mayli Facebook deymiz, Twitter deymiz, WhatsApp bu shakldagi har narsalardan-cho unumli foydalan. U yerda qo'rqib kelib, o'zimizning rasmini, ya'ni bizimizning avatidigan emas u. Faqat-cho shu WhatsApp'larni shu nimalarni-cho o'zimizning da'vochilik xizmat qildirgan shaklda qo'llanishimiz kerak. Shu yerda xalqimizning ba'zi bir ko'rilgan ahvollarini tuzashga, xalqimizning ideyasini birlikka keltirishga, ittifoqligini birlashtirishga mush yerda xizmat qilishimiz kerak. Ya'ni yaxshi so'z qilishimiz kerak. O ulamolarimiz va katta ulamolarimiz va doktorlarimiz va dunyoning har qaysi joylarida mayli diniy jihatdan bo'lsin, mayli fanniy jihatdan bular boshlamchilik rolini ijro qilish kerak. O'zining nima ish qilayotganligini qanday shaklda xalqimizda ko'rilayotgan ba'zi bir ojizliklarni, ba'zi bir nuqsonliklarni qanday shaklda tuzaymiz?
Bunu qanday yeteklaymiz? Ço, meyli dini cihettin bulamdı, meyli penni cihettin bulamdı. Bunun için küç qilish kerak. Hamma birlikte küç chiqargan vaqtida anandan keyin bu Uyg'ur jamiyatidagi ba'zi bir nuqsalar tuziladi. Anandan keyin iliq namoyish qatnashiganlar tabiiylam aviydi. Masalan, Safa koydumi, masalan İstanbulning nayri bo'lsa, Ma'rif derniga 2 mashina o'rlashtirdi, avtobus o'rlashtirdi. Safa koyga bir avtobus, Zaytunburg'a avtobus, edem sani qarab o'rlashtirdi. Nima deganda insonlarni qolaylashtirish. To'g'ri. Ammo avtobusga qanchaligimiz chiqamiz. Bu masala uchun avtobusni liq to'ldirib yutamdik, ya bir avtobus yetmedi deb, ya'ni 2-3 avtobus alamdik. Bu o'zimizning miyadagi iymonimizga bog'liq narsa. Shuning uchun iymonimizni tekshirib turishimiz kerak, o'zimizni isloh qilib turishimiz kerak. Anda vaqtida anandan keyin algı basa alayımız deyin ki. Şükürleşmeyimiz. Aktifleşimiz deyin ki. Köptün köp rahmet nayet yaxşı içip ediniz hakikaten. Yani bu meseleye gap kılsak uzun gap gidiyor. Belki her bir insan vicdan iyisi oylaş gerek. Meydan meselesi şu anda bu. Özününki qaysı tarafta turuşunu tallaş meselesi hem de. Elbette el bir hikaye kıssalar söylendiği İbrahim Aleyhisselam'ın ot köydürüşki vaxtıda. Her bir insanın kuldan kancı nesikasyondan ve karlıgaç ağzıda su tuşmanğa vaxtıda. Sen bu tağdaki otunu ökürüşkesinden kudurduğundan sen demiş kısı bir ediyen diken. Ben öküremeyim elbette. Benim hiç kana bir küçüm yok. Maliki ben özlemden kayısı meydanda işgeldigim. Hatta bazı kıslarda çümülünü iplerini kıldımdı. Yani her birimiz aciz insanlar maliki meydan meselesi. Bu yerde fakat bu kıssada mı bildirilmekçi boğan neyse kayısı sert tuturvatqanlıqını özünlüki aşkarlap yaşaş gerek bu dünyada. Yani ya u yaxta emas, ya bu yaxta emas meydan oturda qilishbek iğir mesele hakikaten. Şimdi bekrek çunqur oylasa hakikaten baş tikesiz deb ötkendek bir xatircem näsini quluğu eli bağışı boğanqı eli bağışı körsetken näsi bilen ep boğandan keyingi halatını sezsem de bekrek iğir gap çıkıp demiyor kızımızın. Şunaq. Xiyanet bu. Allah saqlasın bu. Her bir üzü xiyanet deymiz onu. Oyulması gerek. Allah subhanahu taala iş qilib tatib atqan meyli her birisi sınaq. İnşallah bu zalimlerin qo'lidan qutuluş günümüzmü? İnşallah zulmet qancha qarang'u bo'lgan siri yo'riqlikning shuncha tez kishilishi tağning shuncha yaqinlashganligiga bishorat bo'lgandek. İnşallah bu kunlarni o'tib ketadi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz ziyoratimiz qilib. Men rahmat aytaman. Allah razı olsun. Hürmetli izleyiciler, şuna kadar vakit nasip bilen bugünkü uçuk sohbet programımız müşahede ahırlaştı. İnşallah yeni bir katılmak programında görüşeceğiz. Cenab-ı Allah kadar şürümüz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.